Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bugun qisqagina video rolik yozishga qaror qildik. Ya'ni bu video rolikning asosiy maqsadi LMS platformasiga kirib bizga yuklatilgan fanlar doirasidagi mashqlarni bajarish va ularni qanday qilib ochishni bo'yicha video rolik yozyapmiz. Birinchi bo'lib o'zingizga qulay bo'lgan Google Chrome yoki Google yoki Microsoft Edge xohlagan biringizga kirib olasiz. Men Chrome dan foydalanaman. Yani kirganimizda birinchi bo'lib biz LMS Studio ga kirib olamiz. Hop, LMS ga birinchi kirganimizda tili xuddi shunday bo'ladi sizlarda. Bu hozir kompyuter versiyasida, telefonda sal boshqacharoq ochiladi. Hop, bu yerda dashboard va my courses turibdi. My coursesda ichida bizga yuklatilgan fanlar, ya'ni biz hozir 5 ta fanni o'tishimiz kerak va hafta oxirida bir haftalik test bo'ladi. Birinchisi akademik yozuv, dasturlash, fizika, hisob, O'zbekistonning eng yangi tarixi. Menimcha O'zbekistonning eng yangi tarixi birinchi kursga kirgan odamlar hammasida O'zbekistonning eng yangi tarixi bor va quyidagi fanlar boshqacha bo'lishi mumkin qolgan yo'nalishlarga. Lekin O'zbekistonning eng yangi tarixi menimcha hammada bir xil. Birinchi nima qilamiz? Birinchi, hozir ko'pchilikda hammasi 0 turibdi. Menda 100% turibdi, lekin bitta fan qo'shilgan, yangi uni ochmaganman shu video rolik uchun. Birinchi bo'lib mana shu 0% turgan hisob degan fanni ichiga kiramiz. Kirganimizda birinchi navbatda agar sizlarda bu hozir ingliz tilida turibdi. Agar ingliz tilini bilmasangiz, bu yerda profilna mana languages, ya'ni logout tepasida turibdi. Pastdan birinchi tepadagisi til bo'limi deganda o'zbekchaga o'tkazib olishingiz kerak bo'ladi. Hammasi o'zbek tiliga o'tgandan keyin mana bajarilishi kerak turibdi. Birinchisi bizda ochiq, qolganlari qulf. Menda hali ham ochilgani yo'q, chunki men hech nima qilganim yo'q. Sizlarda ham xuddi shunday bo'ladi. Birinchisi ochiq bo'ladi hammada, keyin birinchi topshiriqni bajarganingizdan keyin ikkinchisi ochiladi, ikkinchisini bajarsangiz uchinchisi ochiladi. Bajarilishi kerak deb qo'yibdi, ko'ramiz. Agar nima qilishni bilmasak, bizga yozib qo'yibdi. Siz bajarishingiz kerak, ya'ni ko'rishimiz kerak ekan, bahoda qabul qilishimiz kerak ekan va o'tish bahosini ham qabul qilishimiz kerak ekan. Buni ochamiz. Birinchi bo'lib videoda ochilgandan keyin bu video umuman haligi o'tkazmasdan ko'rish kerak. Agar siz vaqtingiz yo'q bo'lsa 2x ga qo'yib ham ko'rishingiz mumkin, lekin tavsiya qilmayman, chunki 2x ga qo'yganingizda siz bu yerda mavzu nima haqida ekanligini tushunmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun buni play deb bosamiz. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Kompyuter loyihalash tizimlari birinchi kurs masofaviy ta'lim yo'nalishida o'qiyotgan talabalarga Video shu tarzda davom etib ketyapti. Bu yerda turibdi, mana yulduzcha turibdi va bu yerda nuqta turibdi. Bu video asta sekin davomida mana shu joyga kelganda o'zi ekranda paydo bo'ladigan yozuv bor. Hozir bu joyini o'tkazib yuboraman. Siz o'zingiz bemalol videoda ko'rib, shu joyga kelganingizda video davomida ko'ra olasiz. Bu yerdan tezlikni boshqarsangiz bo'ladi, bu yerdan ovoz, bu yerdan nastroyka qilsangiz bo'ladi. Video sifatini faqat bu yerda 720 piksel kachisida yuklangan. Bu yerdan to'liq ekranga moslashtirsangiz bo'ladi. Demak, hisobxonadan hozir videoni pauza qilib, men shu yerga yetganda videoda yana yoqaman, keyin batafsil yana tushuntiramiz. Mana video oxiriga yetdi va mana shu joyda mana Open Summary Dialog deydi. Open Summary Dialog bitta bosamiz ustiga. Videoni oxirigacha ko'rdingizmi degan joyga ha deb bosamiz va mana yulduzchani berdi bizga continue, ya'ni davom etishni bosamiz. Va videoni yana qaytadan bo'lib qoladi. Shu joyda mana hali ikkita bitishga bo'lmadi, bu yerlar yashil bo'lmadi. Yana bu yerga kelib turib qaranglar, mana videoni qaytadan qo'ydim. Va keyin mana yulduzchani bosyapman. Yulduzchani bosyapman, mana xulosa ketyapti. Bu submit answers qilaman, ya'ni javobni jo'natishni bosaman. Mana your answer have been submitted, ya'ni sizning javobingiz jo'natildi deyapti. Xo'sh, bu yerdan x qilib chiqib keta olamiz. Mana birinchisi done bo'ldi. Mana
hammasidan bo'lgan. Boshda kirganimizda biz bajarilishi kerak bo'lgan narsa, bajarishimiz kerak bo'lgan narsalar birinchisida bitishga turgan edi, ya'ni galchka turgan edi, yashil bo'lib ko'rish. Va biz ikkitasini ham bajarib bo'ldik. Mana hammasi bajarildi va bitta dan bo'ldi. Endi ikkinchisi, ya'ni ma'ruza matnini ochishimiz kerak. Bu ma'ruza matnini kompyuterda qulaygina ochiladi. Bu ma'ruza matnini bemalol o'qib chiqib tushunsangiz bo'ladi. Buning ichida barcha ma'lumotlar berilgan bo'ladi va oxiriga tushamiz. Xo'p, nazorat savollarini yaxshilab o'qib biror joyga konspekt qilib qo'yishlarini so'rab qolaman, chunki bu nazorat savollari ertangi oraliq nazoratda yokida yakuniy imtihon nazoratlarida bu savollar yana qaytib berilishi mumkin. Xo'p, buni ham ochib bo'ldik va bu yerdan qaytishdan o'rniga bu yerdan birinchi ma'ruza taqdimoti bir o'zgaruvchining funksiyasini bitta bosib olamiz. Xo'p, buni ham ochib oldik mana. Hozirgi domla ishlatgan, ya'ni ustoz darsda, video darsda tushuntirgan slaydlar hammasi bor. Mana bu yerdan ham bitta chiqib ko'ramiz. Va bizda mana 3 ta topshiriqni bajarib oldik va 3-inchisi, 4-inchisi qoldi. Mana 4-inchisini yana ochamiz. Hop, internet sal sekinroq, xafa bo'lmaysizlar. Xo'p, mana 6-chi amaliy mashg'ulotni ochib oldim. Bu yerda ham mana o'zi kerak narsalar bor, hammasi yozib o'tilgan. Bularni bemalol o'qisangiz bo'ladi. Xo'p, mustaqil ish topshirig'i ham berilgan. Shu funksiya, teskari funksiyani toping, funksiya aniqlash sohasini toping, funksiya aniqlash sohasini toping, funksiya qiymatlar to'plamini toping. Xo'p, buni ham ochib bo'ldik va bir hafta nazorat testi, birinchi hafta nazorat testiga bosamiz. Xo'p, bu nazorat testiga kirdik. Nazorat testida ehtiyot bo'lish kerak, hushyor bo'lish kerak, chunki yiqilib qolish ehtimolligi bor. Ya'ni, xo'p, bizga qo'yilgan talablar bor ekan. Bu nazorat 6 qoida buzarlikdan keyin avtomatik ravishda yopiladi. Ya'ni siz alt-tab qilmoqchi bo'lsangiz, testdan bu oynadan ikkinchi oynaga o'tmoqchi bo'lsangiz, bu ham bitta qoida buzarlik hisoblanadi. Keyin rasmiy to'g'ri kelmasa ham bu ham bitta qoida buzarlik ogohlantirish beradi. Va 3-inchisi, baholash usuli eng yuqori baho va o'tish bahosi 8 dan 10 gacha deb qo'yibdi. Ya'ni 8 dan past olsangiz, siz yiqilib qolishingiz mumkin. Shuning uchun hushyor bo'lib, yaxshilab o'ylab, keyin haligi topshiriqlarni bajarib, savollarga javob topib, konspekt qilib bo'lib, keyin kirishinglarni tavsiya qilib qolaman. Xo'p, va boshiga qaytamiz. Xo'p, birinchi bo'limga mana hisob degan, ya'ni kalkulus degan fan bizda kirganimizda 0% edi, hozir mana 100% yakunlandi turibdi. Lekin testni hali ishlaganimiz yo'q. Testni hozir videoda ochib turib ishlay olmayman. Shuning uchun hop, mana kiramiz. Mana bizda hammasi nima bo'lgan, hammasi bajarilgan, ya'ni dam bo'lgan. Bitta bir haftalik nazorat testi qoldi xolos. Hop, yana qanaqangi savollaringiz bo'lsa, shu video izohlarida qoldirishingiz mumkin. Hop, imkon qadar tushuntirishga harakat qildik. Bu qanaqadir yomon maqsadda emas, o'zimizni tengqur, o'zimizni do'stlarimiz uchun, o'zimiz aka-ukalarimiz uchun, tushunmay turganlar uchun asosan bu video, hop, bitta odam so'raganligi uchun bu video yozildi va hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Qaydadir noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsa yoki videoda qanaqadir kamchiligi bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Video cho'zilib ketdi. Oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, rahmat. Sog' bo'linglar, o'qishinglarga omad.